Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Xscan radarini maqtovdim. Endi sizlarga qadamma-qadam qancha distansiyadan ushlab berishini video obzorini olib beraman. Mana sherigim yuzini ko'rsatishim shart emas, qo'lda ko'rasizlar. Mana nima turibdi, akkumulyator, radar shnuri. Mana. Qaranglar akalar. Ketdi Xscanni ruchnoy holatda ushlagan joyidan sanayman. To'lqinni olgan joyidan sanayman. Davay. Ha, olamiz. Hayır, avtokon. Qaranglar akalar. Ayer avtokon dedi. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67'de to'xtadik. Qaranglar. Deteksi berib keldi. Hozir nuri yoqoldimi, user? Hayır. Onamla telefon qo'yibdilar. Hayır. Necha edi? 63. 60 deyli 2 metr, yani olib tashlayman. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69. Uzilib qolganman. Nafas olganda o'tdi-da, radarim rahim qilyapti akalar. Hali radarga yetib kelganim yo'q, mana ko'ryapsizlarmi? Bu ruchnoy holatda. Mana shuni yo'llanaman, qilib turibmizda. Qo'lim ham og'rib ketdi, borib. Mana 64 metr. O o'sha yerdan radarga kelguncha 64 metr. Qaranglar. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Mana radar. Ko'ryapsizlar? Hurmatli obunachilar. Bu videoni olishimdan maqsad haqqoniy qadamma-qadam sanab olib berdim. 100 metrdan. O'tgan gal uzr so'rab chiqdim. Akalar, indamas 3 oyoqni 100%